Tolu valaqlama. Bana. Ana, mən əmdə o 7 yaşı qırdım. Mən oxuyman, yatıq banmayman. Məni zorlama bulamdı canım ana. Basan mı barısan, bağmısan mı barısan? Nemi deyişim bilen karım yok. Bana, ne bileyim ben? Ana, nimandaq bağırın qatdıq senin. Ötken yıl acamla abi yuqarqı məhəldəki Səməd mollamı dua qıldırğan idim. Qarım degen fəzilətlik, abroyluq adam buluş gerekdi o. O Səməd mollam əxlaqsız qarniyat adamken. Acam axır tanjitib bu aləmge ketdi o. Əmdilikdə menim aşı xotunuma qarımqı dua qıldırman degenin nemisi. Öz qızının baxtıqı özüm oturmaqçıma ana. Ondan qılma ötünüb qalay canım ana. Tolu valaqlama. Açan çok kesel sebebiden ölüp gitti. Öydik çağda acamın salametligi yakıştı. Aşım oğlan bu dua kıldırıp uzun ötmeyin ölüp gitti o. Şundak bolgandı mı udun yağlığını taptı. Udun yağlığını taptı? Şundak Səməd mollamı tekin üçün o alemde bağında çokum cennet kırdı. Cennet huzurunu sürüdü. Boldu kız balam. Məmin şu savapını közləb şundak kılıvatman o ha? Canım balam. Manıma o toxunu yaz qarımın ışık aldığımı kep kaldık ha? Xap, beni çandırma. Ana, meni o pakatlı kırgım yok. Bir məni yakıma. Assalamu alaikum, xenim. Ve aleyküm assalam. Toxunu yaz qarımını izlep keliyorduk, öydü bağmıdı? Qini kirsla. Həşqallah. Ma. Sizlar o'ltirib turasizlar, men qarimni chaqirib chiqay. Ma'qul xenim, ma'qul. Shuk o'ltag'ini. Assalomu alaykum qarim. Ve aleyküm esselam. Qani, o'ltirsizlar. Nima degan chiroyli qiz bu? Hey! Hey, mehmonga choy qo'y. Tez bo'l. Nimaga qarab tursan? Tez bo'l. Bu ne? Qani o'ltirsizlar. Qani choyga beqisizlar. Tez bo'l. Bu ne? Tez bo'l. Obdan. Seni gapini qilgan hali qizlarim shu-mu? Shundoq. Qizlarning yeshmi xeli bir yag berib qopdi. Ayol zoti degan yuzni yepib yurmasa, nomahram bo'ladi. Qarim, bu qizimizni maktabda sarjaqaroq o'qitib-ketganmiz. Mushundoq joyliroq chiqib qoldi. Qag'inni eliklarga o'tgandan keyin o'zlari bir amal qiladi. Ana, nimdab jo'ylayapsan? O'ltirachi o'ynamak. Xabshuk. Ota-onalarning gapini anglamaklari barhaq. Xudo insonlarning u olam ham bu olamlikni yaratgan. Sizlar bu olamliklarni o'ylamasizlarmi? U olamliklarni bo'lsa o'ylab qo'ysizlar xonim. Ixlosmandlik bilan menga ergashsizlar. Men sizlarni jannatga billa ep borman. Menga tegsizlar, sizlarni o'zim qutqizaman. Uxlamay tush ko'ribdilar. Saranlik qilma. Sen bir qancha qitim kasal bo'lib o'laydigan chig'ingda mana bu qarim duo o'qib seni qutqizib qolgan. Amdikda o'zingni qutqazgan odam bilan qarshilashsan qanday bo'ladi? Ha? O'tganda kasal bo'lib qolganimda kent shifoxonasidagi turdi doktor bergan dorini yeb saqaydim. Uning duosi bilan saqayg'inim yo'q. Balam, bularning hammasi sen uchun emasmi? Men uchun? Bu meni o'tqishtirganing emasmi? Men uchunmish texi. Endi qarim yo'q. Bugun seni ep keldim. Qaytib ketaman deb o'ylama. Hoy! Xo'sh. Ma mehmonni uzib qo'y. Ha, ma'qul. Ems kep turala. Ma'qul xeni. Ana! Beni qattiqlik qilib meni mushundoq tashlab qo'yib ketamsan. Bu degan tutqun qilish, qonunsizlik. Meni qo'yib yetinglar, bo'lmasa ustinglarni arz qilaman. Tez meni qo'yib yetinglar. Xo'sh. Sizlarni bugun onalari o'z roziligi bilan bu uyga akilib qo'ydi. Onalarining gapini anglamaslar, Allohning jazosiga uchraydilar. U dunyoliklar bo'lmaydi. Sizlarning bunday fatvolari meni aldayamaydi. Bularning hammasi o'zlarining razil maqsadlariga yetish uchun o'ydirib chiqargan ig'volari. Men bunday yolg'on fatvolarga hargiz ishonmayman. Sen tez bo'l, buni ro'mol ep chiqibdi. Tez bo'la. Bo'lmamsan. Obdan. Sizlar bugundan boshlab mushu uyning odami bo'lib qollar. Sizlar har kuni sahar turib, menga nashliq tayyor qilinglar. Tushlik tomoqni bu Robixon etidi. Kechlik tomoqni bu Potamxon etidi.
Sizlar bir qancha kun turib, bu uyga ko'nib qolgandan keyin ikkimiz asta. Xenim, bu romanni boshlig'iga atmaslar. Joyliqimizlar xenim, bu sizlar uchun yaxshi. Atmayman dedim-ku, atmayman. Oy, xenim, bu romanni boshlig'iga atmaslar. Yomon ko'zlardan xoli bo'ladilar. Aja, siz bu qarimning nemisi? Men ayoli. Ayoli? Xotin ustiga xotin elib bu qarimning zodi necha ayoli bor? Ay, bundaq demisizlar. Nomahram bo'ladi. Nomahram bo'ladi. Silini bugun onalari o'z roziligi bilan menga duo qildirdi. Mening gapimni anglamaklari barhaq. Savol so'rash degan Jibroilning ishi. Uqdilimi? Bu Rabixon. Xo'sh. Bu Potamxonni chaqirsizlar. Tez bo'lsizlar. Ikkilari. Xo'sh. Mono gunohkorning gunohidan tavba qilishiga yordamlasizlar. Obdan. Meni qo'yib etinglar. Meni chiqarib etinglar. O'tinib qolay. Meni ketgil qo'yinglar. Jahillik qilmisizlar xenim. Shundoq xenim, joyliq qilmisizlar. Sizlar bu olamliklarni o'ylamasizlarmi? O olamliklarni o'ylamasizlar bo'lmaydi. Sizlarga nima bo'ldi? Sizlar o'z baxtinglar, o'z erkinliginglar uchun kurash qilmoqda yo'q. Menimi o'zinglarga o'xshash qismatga duchor qilmoqchi bo'lyapsizlar. Sizlar shu chimpardanlar orqali bu yo'riq olamni qanchalik ko'ra oldinglar? Tirik odamlar turib, bu olam uchun so'z ochmaysizlar. Hozir qaysi zamon? Qaysi asr? Sizlar yuzinglarni echvatmoqda yo'q. Menimi shunday qilishga da'vat qilyapsizlar. Men sizlardan shuni so'rab baqay. Sizlar hozir qanchalik baxtlik? Baxt. Davlatimizning qonunida bir bir xotinlik bo'lish kerak deb aniq belgilangan. Sizlar ishkinglarchi bir erga tegibsizlar. Aras, sizlar to'y xiti olganmi? Yo'q, olmagan. Mollam to'y xiti elish harom, nikoh o'qsaqli bo'ladi deganti. Ay, sizlar nima degan ahmoq? Nimandaq ahmoqlik qilgansizlar? Davlatimizning qonunida to'y qilish uchun cho'qim xalq ishlari tarmoqlariga berib tizimlatib, to'y xiti elish kerak deb belgilangan. To'y xiti olgandan keyin to'y andin qonunliq bo'ladi. Sizlar ahmoq bo'lib, ishkanglar bir erga yotliq bo'libsizlar. Bu degan qonunsiz nikoh. Nima? Qonunsiz nikoh? Biz bularni faqat bilmaydi ekanmiz. Sizlar bu qizil ko'z mollarning aldam xalqisiga tushib ketibsizlar. Biz qonun tuzumga bo'ysunmasak, biz ayollarning qonun huquq manfaatini kim qo'g'daydi? Bizning shu yotliq bo'lishdan boshqa yana nima huquq manfaatimiz bo'lsin? Ay, sizlar qaysi zamonda qoldinglar? Televizor, radio, gazet jurnallarda biz ayollarning xurofotlikdan qutulib, fan bilim egallab, ayol doktor, ayol ishchi, ayol mutaxassis, ayol korxonchi bo'lib yetishib chiqqanligi to'g'risidagi xabarlardan sizlarning xabaringlar yo'qmi? Xurofotlikning bizga keltirgan ziyni ozmi? Texi bir emas, ishkinglar ashu ashko'z qarimga xotin bo'lib kapsizlar. Texi menimi o'zinglarga o'xshash u mollarga xotin bo'lishga zo'rlayapsizlar. Sizlar zodi qanday ayollar deb beqillarchi? Ajiba sizlarning qonundan azroqmi xabaringlar yo'qmi? Bu degan qo'shni nikohning jinoyati, bu degan aldamchilik, bu degan jinoyat. Undaq emas-ku xenim. Yuqorqi mahalladagi Umar xalpitimning 4 xotini bormish-ku. Shunda 4 xotin bormish. O aldin qatda qonun to'g'riga tushdi. Sizlarning bundan xabaringlar yo'q o'xshamamdi? Voy, rasma. Ras qonunga xilof ishlar bo'ladi ekan. Jamoat xavfsizlik tarmoqlari cho'qim tekshirib bir taraf qiladi. Sizlar nimandaq sodda jahonning ishlaridan bexabar ekansizlar. Qarim bizni yomon bo'ladi deb hargiz sud bilan uchrashtirmaydi. Gazet, jurnal o'qish, radio anglash, televizor ko'rish aslo mumkin emas. U nima shu? Anlamay haddimiz yo'q. Ajilar, sizlarning sirtlar bilan uchrashmoqinglar yomon bo'pti. Sizlar shunday o'tishga rozimi? Bizni rozi deb o'ylab qoldim jinim xenim. Bizni ota-onamiz savob bo'ladi deb mushqarimga duo qildirayotgan. Shundan beri biz mushqarimning xizmatini qilib kelyapmiz. Bizga amal yo'q jinim xenim. Bugun gaplarni anglab uyqumizni ochdik. Ota-onamiz savodsiz, xurafiy bo'lg'achqa bizni o'qitmagan. Shunga oq-qorani, haqni farqlantirish iqtidorimiz tuvangan. Sizga o'xshash o'qigan bir odam bizga bu gaplarni deb boqmagan. Sizlar qo'rqmanglar. Sizlarni qo'g'daydigan qonun bor. Shundoq yuzinglarni echvatsanglar, ochiq yo'riq azodi paranglashsa qandoq deysizlar? Ha, shundoq chiroyli. Menda kichik qizlar ekansizlar, deydi.
Sizlar yoshlik bahoringlarni shu qayerning uyida xurofotlikning kushandisi ostida nobud qilmoqchimi? Sizlar qo'rqmanglar, sizlarni qo'g'daydigan qonun bor. Yuringlar, ayollar birlashmasiga qonun o'rinlariga boraylik. Menga ishoninglar. O'zinglarga ishoninglar. Yuringlar. Namekrem! Yüzünü yepiş! Ey ulu Xuda, bunu günahkar bendilerinin günahını keçirgeysen, dilini yorutmaysan. Qarniyat, qara sening qasdingni. Sen haqiqiy qarimlarning yuzini to'kib, islom dinini burmalab, qonunni ko'zga ilmay, ikki xotinning ustiga meni duoga elishni o'ylabsan, bilib qo'y. Bularning dilini men yo'ritdim. Sizlar hargiz qo'rqmanglar. Sizlarni qo'rqmaydigan qonun bor. Yüzünü Taqodat iymon selinglar. Estağfurullah. Yuzda hükümetga berib arz qilamiz. Bu günahkarlar. Günahkar degan sen. Niyinlar, bu Asli jazo Xudoning jazosiga uchraysizlar. Sen bunu bakmayli. Qanunsuz nikahlarni Meni qamoqqa aldamchi. Bizga ziyon Beni qo'yinglar.